Xo'p, bunda bir gap borki, men albatta mana yoshim 41-42 gada. Men esimni bilganim biri shu dehqonchilikni ko'rsaganman, shu ko'z, bug'doy o'rani shundoqlar. Otam bilan ketaydik, bizlar Esholidaymiz, albatta bo'rdan eshakka 2-3 soatlik yo'l uzoqqa da boraydik. Bizlar bir bo'lak bug'doy o'shoqqa sepsak, ya'ni fikr qilingki, Javzada bizlar borib o'roq qo'ydik, taramaga xalos qilib kelaydik. 15 ro'z, 20 ro'zga bizlar bir nimaga yanchaydik, xirmonni yanchaydik, o'kuz ham azob keldi, o'zimiz ham azob keldik, 1 ro'z 15 ro'z shaqat aylaydik. Eshakka toshyarimiz bir mushkul edi. Suvsiz bankaga boraydi, bunday imkoniyatlar yo'q edi. Holiki ba'zida xudo qarangki, bir bo'lak bug'doydan borib o'ring, hammasini yig'ib terib 2 soat yo 3 soat yo 4 soatga va nazar bu o'sha xirmoningizga qarab yanchasiz. Yig'ib terib bir mo'targa ortib yenib jo'naydi. Tamom narsasi rohat bo'lgan holat. Ilgariki sobiqalar haqiqat ko'p xastaliklar ko'p tartgan, biz ko'p azoblar ko'p edi. Hozir ko'p yaxshi, biz rohatmiz inshaalloh.